Cobalt Midnight. Salondan Midnight olgan arzon tushadimi yoki-da salondan yangi mashina Cobalt olib chiqib ko'chada Midnight qilish arzonga tushadimi? Savol shu to'g'risida. Biz bo'lsa bu mashinaga propanni eng fronni qo'yib berganmiz, zapaskasining o'rniga 48 talik balon bilan. Taylarni shum izolyatsiya qilib, atiga firmasiga tegishli turetskiy balonlarimiz. Mashinamiz yangi, atiga 206 km yurgan. Bizning rekordimiz bo'lsa, yangi mashinaga qo'yish borasida 9 km salondan to'g'ri chiqib bizga olib kelgan mashinaga propan qo'yganmiz. Bu mashinamizga ham o'ziga xos ravishda propan qo'yib berganmiz. Eng full variantida o'sha sportning injektor italyanskiy va italyanskiy Nordic reduktor va Yevropa gazda basiga 24 blok upravleniyasi. Akalar mashinaga gaz qo'yganda ahamiyat berishligiga kerak bo'lgan narsa shuki, filtrlarini o'z vaqtida almashtirib yuradigan bo'lsanglar, har qanday avtomashinaga gaz qo'yilganda ham muammosi hil chiqmaydigan bo'lib yuradi. Endi savolimga javob berib olaylik. Qaysi bir arzon tushadi? Salondan olganmi yoki ko'chada qilganmi? Iltimos.